Hammaga assalomu alaykum. Avto Prestige obunachilari, o'sha trendda bo'layotgan avtomobilimiz Chang'an Depal G318 modelini yashil rasvetkasidan keldi. Bilsanglar, agar o'tgan vaqtda men buni qora rasvetkasidan qo'ydim. Xudo xolasa mana yashili ko'pchilik so'ragan rasvetkasidan olib keldik. Xo'p, do'stlar, ushbu avtomobilimiz 2024-yilda eng full pozitsiyasi hisoblanadi. Ballonlarga keladigan bo'lsak, juda ham katta ballonlar ishlatilgan. Xo'p, bitta 20 diska turibdi. Continental shinalari o'zini bunaqa paroklari bilan, также информационный табло, katta monitor, panorama tom, lyuk, коробка передач, как samolyotnikiga o'xshagan, такой необычный ishlangan. Xo'p, oldi ikkala sidenya obduf, obogrev, massaj bilan jihozlangan. Do'stlar, kimga bunaqa avtomobillar kerak bo'lsa, bemalol pastdagi raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. Hozir bozorda bu avtomobil 33.800 sotib turgan paytda biz sizga bu avtomobilni undanda arzon qilib, chiroyli narxda qilib beramiz. Mana orqasida takoy o'zini yana 220 ga portlari bor. Bemalol rozetkaga tiqib foydalansangiz bo'ladi.